Denov mehmondo'stligi bilan dillardan joy olgan maskan. Bu yerda qadriyatlar asrab-avaylanadi. Hurmat va samimiyat har bir xonadonda yashaydi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analar bu zaminda mustahkam ildiz otgan. Shahar qiyofasini belgilayotgan yangi turar joylar, zamonaviy majmualar qad rostlamoqda. Bu bunyodkorlik jarayonida o'z hissasini qo'shayotgan kompaniyalardan biri Nuryon Group. Biz Denovning ertangi kunini birgalikda barpo etmoqdamiz. Bugun Nuryon Group bu shunchaki kompaniya emas, bu ishonch, sifat va barqaror rivojlanish timsoli. Biz o'z faoliyatimizni bir nechta yo'nalishlarda olib bormoqdamiz. Nuryon beton mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi zavodlarimiz Denov va Sariosiyo tumanlarida mustahkam va sifatli beton mahsulotlarini ishlab chiqarmoqda. Shuningdek, kompaniya beton zavodlari uchun shag'al mahsulotlarini ham o'zi ishlab chiqaruvchi zavodiga ega. Nuryon Med xususiy klinikalari Denov va Termiz shaharlarida zamonaviy uskunalar va malakali mutaxassislar bilan aholi salomatligiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Nuryon Oil yoqilg'i quyish shoxobchasi 2018-yildan buyon xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Nuryon Group qurilish kompaniyasi zamonaviy turar joylar va infratuzilma obyektlarini bunyod etib, hudud qiyofasini o'zgartirmoqda. Nuryon Group kompaniyasi shu kungacha bir qator loyihalarni qurib, o'z vaqtida foydalanishga topshirgan. Birinchi loyiha Denov Ekobog' ro'parasida joylashgan 4 qavatli turar joy majmuasi 2017-yilda foydalanishga topshirilgan. Ikkinchi loyiha Guliston chorrahasida joylashgan 8 qavatli turar joy majmuasi bo'lib, 2022-yilda foydalanishga topshirilgan. Uchinchi loyiha Turkiston ko'chasida joylashgan 10 qavatli turar joy majmuasi bo'lib, 2025-yil oxirida kadastrlari chiqib, foydalanishga topshirildi. Kompaniya hozirda Nurli Manzil nomli Comfort Class turar joy majmuasi qurilish ishlarini boshlagan. Bu majmua o'zining zamonaviy dizayni, qulay joylashuvi, zamonaviy bolalar o'yingohi va yer osti avtoturargohi bilan ajralib turadi. Nuryon Group, sifat bizdan, ishonch sizdan.